Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi sotildi. Bugungi sanagacha 2025-yil 25-noyabr kuni navbatdagi Xudo xolasa 3-chi pressimiz bu topshiryapmiz. Bu pressimiz rasmiy reklamalar 62-60 bo'ldi. Muhofirasi 4 tarafi ham shimillar, bir mosli. Bu pressimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanidan berdik. Pressimiz oldimi biroq? Yo'q, lozim. Necha zamondingiz? 10.500 da parkovlar o'zlarida bor ekan, jaqlarni yerda elektromontajlari bilan qilib berdik. Buni bortining balandligi 50 sm, reshetkasi 70 bo'ldi. Poldan 1.10 bo'ldi. Taglari 3 sm qalin pollardan qilib berdik. Sizni tabriklayman. Yaxshi kuningizda ishlating. Mana shu spravkasi 10 kun ichida nomer olasiz. Mana pressimiz mokr asos o'tda bo'ldi. 15 lik lasitli balonlar. Kobalt balonlar. 51 risollardan bakovat. Yine o'zlarining jak mashinalarida parkoplari bor edi. 1 tonna 600 lik qalin zamoklar bilan evinina yelkasi, kuzov nomeri. Qarang'i bo'ldi, kecha qolib ketdik. Xudo xolasa, kimga shunday presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.